kimga qanday, lekin men qaynonam bilan vaqt o'tkazishni rosa yaxshi ko'raman. Biz dugonadekmiz. Maza qilib hamma joylarga yuramiz. Maza qilib majburladim. Yuring, aylanib kelaylik boshqa shaharga dedim. Borgisi kelmadi, lekin majburlab, "Xo'p" deb zo'rg'a chiqardim. Xuddi dugonadek maza qilib aylanib kelamiz. Birinchi mashinani yuvamiz dedik. Mashina yuvishga uncha ko'p pul emas. Где-то $12 kanadskiy pulga mashinasini tez yuvib turadi. Kanadada ko'p qor yog'ganligi uchun har doim yo'llarga tuz sepiladi. Agar siz mashinangizni yuvib turmasangiz, mashina zanglab ketar ekan. Shuning uchun ham ko'p qor yog'adigan joylarda mashinalar zanglagan bo'ladi. Yaxshi yuvib turish kerak. Shunaqa chiroyli manzaradan to'ymaymiz. Har doim chiroyli manzaralarda yashaymiz, chunki biz shaharda yashamaymiz-da, shaharda chekkada bo'lganligi uchun shaharga borish uchun shunaqa chiroyli manzaradan o'tamiz. Birinchi kofe ichishga kirdik. Qaynonam rosa ham bitta kofeni yaxshi ko'radi. Shuni olib berdim, shuncha men bilan chiqqanligi uchun. Qaynonam yurishini qaranglar, figurasi mendan ham zo'r. Вообще ko'p harakat qiladi-da. Keyin magazinlarga kirib chiqdik. Qaynonam o'yin o'ynab o'tiribdi. Gipermarketda mana shunaqa zo'r installyatsiya qo'yilgan ekan, rosa chiroyli. Qaynonam videoga tushir deydi. Keyin Costcoga to'xtadik, Costcoga kirdik. Biz eng yaxshi ko'radigan joyimiz. Ko'pincha mana shunaqa samplelardan yeyman. Bepul ovqat, kichkina. Bir dunyo yeb to'yib qolaman ko'pincha. O'sha ovqat yemasangiz ham bo'ladi. Birga keyin odam har doim Costcoda ko'p ko'rib turganingizda qaynonam jahli chiqdi. Men ishlatmoqchi emas edim pul deb. O'zi jahli chiqmaydi. Qaynonam juda zo'r ayol, yaxshi. Kerak emas pulni ketkazgisi kelmaydi-da. Shuning uchun ham ko'chaga chiqishni xohlamaydi. Lekin qaranglar qanaqa chiroyli havo. Yaxshi ko'raman Kanadani yozi, shunaqa mazza, qishi mayli. Lekin yozda kelish kerak Kanadaga, yozda. British Columbia provinsiyaga kelsalaring shunaqa chiroyli manzaralarda maza qilib yo'lda yurguncha maza qilib borasizlar bor-ku.